Faqatgina olaman, tirikchilik qilaman ukajonim, narxini arzonroq qilib bergan degan akalarimiz uchun endi motobloklar narxlarini suv tekin narxlarda tarqatamiz. E'tibor bering, ko'rib turgan motoblogingiz 17-6 Kentaur motoblogi. Bu original Kentaur motoblogini boshqa do'konlarda 8 million 200 minggacha sotilayotgan bu motoblogni endi 7 million 400 ming so'mdan, boshqa do'konlarda eng kamida 1 million so'mdan arzon narxda bizning do'konimizda xarid qilishinglar mumkin. E'tibor bering, oldi tomoniga 18-60 deb yozgan bo'ladi. Boshqa do'konlarda 18-60 deb ham sotilayotgan, lekin buni 17-60 bo'ladi. Shu joyiga aldanib qolmanglar akalar. Boshqa do'konlarda 8 million 200 gacha sotilayapti. Lekin bu motoblogni biz sizga atiga 7 million 400 ming so'mdan berib yuboramiz. 17-60 original akkumulyatorlar bilan jihozlangan mana shu Kentaur motoblogini akalar. Narxlar sizlar uchun suv tekin narxlarda tarqatilishni boshlandi. Undan tashqari ukajonim, menga benzinli emas, menga solarkali variantidan bo'lsin degan akalarimiz uchun ko'rib turibsizlar, dizel motorlari bilan jihozlangan 17-60lik solarka motobloglarning ichida eng kattasi bo'lgan Solarislik motoblog atiga 960lik motoblogning puliga tarqatilmoqda. Bu turdagi 17-60lik solarka motobloglar boshqa do'konlarda 9 million 9,5 million so'mgacha sotilyapti. Lekin bizning do'konda bu 17-60lik solarkali motoblogni atiga 8 million 500 ming so'mdan skidka narxda olib ketishinglar mumkin. Nafaqat bu motobloglar, bundan tashqari 100 xildan oshiq motoblogimizga katta chegirmalar qo'yganmiz. Faqatgina 30-martgacha kelasiz. Bizning do'konimizdan istalgan turdagi bitta motoblogni xarid qiling. Boshqa do'konlardan 500 ming so'm, 1 million so'mdan arzon narxda olib ketishingiz mumkin. Narxi arzon bo'lishiga qaramasdan sovg'alarigacha qilib beramiz. Xo'p, e'tibor beringlar akalar. Mana shu ko'rib turgan bolgarkalaringni 5 yil garantiyasi bor, original 125 talik bolgarka. Mana e'tibor beringlar, ichida ruchkalari, undan tashqari zashniklari, dokumentlari chiqadi, zapas ko'mirlarigacha. Undan tashqari rekord firmani bolgarka apparati. Bu bolgarka apparat boshqa do'konlarda 300 ming 350 ming sotiladi. Lekin bizning do'konda bu bolgarka apparat sizga tekinga berib yuboriladi akalar. Nafaqat bu bolgarka apparat tekin, bundan tashqari mana shunaqa drellarni tekinga tarqatmoqdamiz. Bu dreldan tashqari akalar yana bitta e'tibor beringlar. Boshqa do'konlarda 300 ming 350 ming sotiladigan shu shurpoyor nabor ham mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz sizniki bo'lib qoladi. Ukajonim, bu instrumentlaringni qanday qilib tekinga olsak bo'ladi degan akalarimiz uchun e'tibor beringlar. Hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'ying va bizning do'konimizga kelganingizda shunga o'xshagan 50 xildan oshiq instrumentning birini mutlaqo tekinga xarid qilib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, boshqa do'konlarda 300 ming, 500 ming, 1 milliongacha sotiladigan instrument endi mutlaqo tekinga sizga berib yuboriladi akalar. Bundan tashqari aytib o'tganimdek, motobloglarni optim bazasida suv tekin narxlarda xarid qilaman deb yurgan akalarimiz endi shoshilamiz. Agroservis do'konida 30-mart kunigacha juda ham katta aksiya qo'yganmiz. Har bitta motoblogimizda narxlarini 400 ming, 500 ming, 1 million so'mgacha tushirib arzon narxlarda qilib qo'yganmiz va undan tashqari ko'pchilik so'ragan original motobloglarimizni olib kelib qo'yganmiz. Ko'pchilik mana shu TX motoblogimizni satelitli variantida so'ragandinglar. Rollari gidravlika 360 gradusga buriladigan TX motobloglaringdan ko'rsatib deganlar uchun do'konimizga 17-60 360 gradusga buriladigan TX original motobloglarimiz ko'pchilik so'ragan motoblogdan ham olib kelib qo'yganmiz akalar. Va undan tashqari yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Atrofda 7 million 800 ming, 7 million 900 ming, 9 milliongacha salkam sotilayotgan mana shu arim motoblogi. Bu arim motoblogi 17-60lik 192 motor. Aytib o'tganimdek, boshqa do'konlarda 8 million 200 gacha mana shu arim motoblogini 17-60 ga e'tibor berasizlar. 17-60lik modeli 8 million 200 gacha sotilyapti. Lekin bizning do'konimizda bu arim motoblogini 7 million 500 ming so'mdan skidka narxlarda olib ketishinglar mumkin. Komplektga frezasi, tormozi, dokumenti, 1 yil garantiyasi, bonuslari bilan qilib beramiz. Narxi atiga 7 million 500 ming so'm, soni cheklanmagan miqdorda bor. Xohlang mana shu korobka holatida oling, xohlang mana shunaqa yig'ilgan holatida oling, xohlang kamerachimiz keladi mana. Xohlaganlar uchun mana bitta akalar korobka holatida ham olib kelib qo'yganmiz. Kelsangiz korobkadan shunda oldingizda ochamizda. Korobkada mana shu holatda bo'ladi. Korobkani ochib oldingizda yig'ib tayyorlab ham beraveramiz. Korobka holatida ham soni
mutlaqo cheklanmagan miqdorda bor. Undan tashqari ko'pchilik so'ragan mini kultivatorlarimiz ham bitta kamerachimiz old tomonga o'tadi, ko'rsatamiz bularni. Xo'p, ko'pchilik so'radi, ukajonim, mana shu mini kultivatorlaringni ham arzonroq variantlaridan chiqargan degan akalarimiz uchun mini kultivatorlarimiz ham yangi partiyalar yetib kelgan, narxlari juda ham arzon va suv tekin narxlarda tarqatishda davom etyapmiz. Bitta narsaga ahamiyat beringlar. Mana shu mini kultivatorlarimizni boshqa joylarda akalar $150 baho qo'yib 2 million so'mga 2 million so'm, qog'ozga $150 sotilyapti. Lekin biz sizga 2 million sotilayotgan bu mini kultivatorni atiga 1.500.000 so'mdan tarqatamiz akalar. Mini kultivatorlarimiz katta assortimentda har xil modellari bor. Ularimizni narxi 1.500.000 dan 2.600.000 so'mgacha ko'rib turibsizlar. Katta assortimentda xohlagan modelingizni olib kelib qo'yganmiz. Mana shu qo'limda turgan modeli bo'ladigan bo'lsa, kameramizni yaqinroqdan ko'rsatasiz. Bu modelini atrofida 2 million, 2.600.000 gacha sotishyapti. Lekin bu modelni biz sizga atiga 1.500.000 so'mdan bera olamiz akalar. Bundan tashqari ko'pchilik so'ragandi, ukajonim 7 ot kuchli salarkali motobloglaringdan ham chiqargan deganlar uchun 7 ot kuchli salarkali, 7 ot kuchli benzinli farali motobloglarimiz, 7 ot kuchli rollari aylanadigan, undan tashqari har xil modellardan hozir olib kelib qo'yganmiz. Kimdagi mana shu turdagi motobloglarni Optim bazasidan birinchi qo'l katta skladdan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastiga nomerimni qoldiryapman. Aloqaga chiqinglar. Narxlar juda ham suv tekin narxlarda 30-mart kunigacha ham skidka narxlarda tarqatamiz. Xo'p, ukajonim, videoni boshida aytding, tekinga instrument beraman deding. Bu instrumentlarni tekinga qanday qilib berasan deganlar uchun bizning do'konimizga kelib 30-mart kunigacha ham o'zingizga yoqqan turdagi bitta motoblogni xarid qilib, do'konimizni ichiga kirib, omadli barabanda aylantirib, yaxshi sovg'alar yutib olib ketishinglar mumkin. Motoblog uchun agregat so'raganlar uchun bir qator ko'ringlar. Motobloglarga chizellar, agatlar, pluglar, temir balon, hamma agregati 100% mavjud. Gusunitsali apparat so'raganlarga gusunitsali apparatlar, o't maydalaydigan drabilka so'raganlarga o't maydalaydigan drabilkalar, o't o'radigan kasilka so'raganlarga o't o'radigan kasilkalar, xullas hamma turdagi instrument 100% Optim baza narxida tarqatilmoqda akalar. Bizning do'konimizga keling, 30-mart kunigacha o'zingizga yoqqan bitta motoblogni xarid qiling. Narxini juda ham arzon, suv tekin narxda qilib beramiz. Va undan tashqari kelib do'konga mana shu barabarimizni aylantirasiz. Va bu barabarimiz ichida shu yerda ko'rsatib turgan, ko'chada ko'rsatgan shurpoyor, bolgarka, drel, kluchnabor, shunga o'xshagan 50 xil nosib mana shu yerdagi sovg'ani birini tekinga olib ketasiz. Shartini aytyapman. Videoga bitta like bosing. Kommentga kirib hozir omad deb yozing va bizning do'konimizga kelib 30-mart kunigacha o'zingizga yoqqan bitta motoblogni xarid qilib, yaxshi sovg'alarni tekinga yutib olib keting. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.